Salom do'stlar, yana men o'sha Behbuzbek. Hop. Men qishloqda emas, o'zimning uyimdaman, chunki men yangi kartaga ko'chib keldim. Men qishloqdan ketdim, chunki qishloqlar meni haydab yuborishdi. Hop, mana mening uyim. O'natda mana kichkinagina polis ekanim bor. Mana polis ekanim bor mana. Hop, endi jonim ketdi. Hop, uyim. Mana bittadan kelsa bo'ladi, bittadan kelsa bo'ladi, o'zingiz. Mana kerak. Hop. Ular tuxumdan paydo bo'lgan. Yana tuxum qo'shibgan. Hop, bo'lmasam tiriltiramiz buni. Hop, qani. Bu ana. Yana bitta jo'ja. Men jo'ja ko'paytiryapman. Ikkita tuxum turib adashmasam. Ha, ikkita tuxum. Ikkalasi tuxum qo'yibdi, yaxshi. Qancha tuxum qo'ysangiz o'zlaringga o'shancha yaxshi do'stlar. Hop. Endi bizni hozir qiladigan ishimiz shu tuxumlarni jo'jaga almashtirish. Bu nimasi endi? Bu nimasi? Agar siz ham o'z YouTube'ga mana shunday Minecraft o'yiningizni videosini qo'ymoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib albatta YouTube kanal oching va Play Marketdan Minecraft o'yinini yuklab oling. Hop, bo'lmasam men hozir ekinlarimni o'rasam. Hop, yaxshi. Yani merak ettim. Mana de hammasi o'sibdi deb aytmoqchi edim, bittasini qotdi. Bilasizlar bundan nima qilishini? Albatta non. Non yekaman, qancha? Non qilaman. Shuning uchun bularni o'rayapman. Hop, Endi anuni mana o'zim mana qo'shamiz. Mana tushirib maxsus yo'llari bor. Uyga kiramiz. Hali 18 ta nonim turibdi. Bitta yemanim sandig'imda hali qancha non bor. Mana hashakda adashmasam nollar. Mana 47 ta nonim bor ekan sandig'imda do'stlar. 47 ta. Mana tachi. Bu bitta naqaga olamiz. Yo bitta yo'q ekan. Boruni boshqa kiritamiz. Bitta yo'q ekan, ona yo'qmi? Qanatda o'zlar yo'qlar. Akıyıkta olman yana no. Hoppa. Benim onlarını bulduk ve bularda malum miqdorni mashakka o'pamiz. Yana 4 tasi olib qo'ysa, yana bitta olib qo'ysa, 7 ta non yetadi bizga. Bemalol yetadi 7 ta non. Hop, endi qiladigan ishim. Ko'pay qopsam, o'zimga nasiya olay, qo'ndim och qolib ketdi. O mana tuxum qo'yishibdi. Hozir yana bitta ko'payadi.
Hop buni ana u ana yana bitta bo'ldi. Hop bo'lmasam nima qilamiz endi? Kelinglar tosh chopamiz. Tosh. Men tosh chopish bo'yicha chempion bo'lib ketganman. Hop. Bardan chopimiz toshda. Men hozir tosh chopayotgan maxsus joylarni qilib qo'yganman. O'shadan tosh chopamiz. Şurasından çirken cheese chop şimdi. Buni bitta do'stim pazarga qilgan bu chirkani menga. Bilmayman u qanaqa olgan, balki kreativda olgandir. Chunki kreativda ham mana shunaqa nima bu, chirka. Kreativda olgandir balki o'zi yasagandir, balki meni har xilda endi. Xo'p. Bo'lmasam o'zi 20 ta tosh qazdim. Uxlash payti bo'ldimikan, hozir tushdimki. O ana tushibdi qo'rqib. Xo'p. Endi bo'lmasam maxsi bo'lar endi. Vaqt kreativda qilganmisiz degan bo'lishlar mumkin. Ha, albatta. Chunki kreativdan boshqasida qilish juda ham qiyin. Masalan, survivalda qilish juda qiyin-da buni. Bu ancha mashaqqatli bo'lsa, daraxt chopamiz, tosh chopish, toshim bor-da, chunki tosh hozir menga umuman keraksiz narsa bo'lib qolganda. Chunki tosh hamma yo'g'ini toshdan-da. Shuning uchun hozir toshni yana ko'p qo'yamiz. Mana o'zi do'stlar, mana shu yerda meni toshlarim bor-da. Hop, chirkayam kerak bo'lmaydi. Endi hozir qalqon bilan boltani olamiz. Bu boltani ham qalqonni olamiz. Mana ketdim tosh chopgan. Chunki har xil narsalar kelib qolishi mumkin do'stlar. Zombi degan, skelet degan narsalar bor. O'sha uchun daraxt chopganda albatta sizlar ham qalqon oling. Mana o'zi o'rgamchilar yuribdi. Hop, bizga farqi yo'q, qanday daraxt chopsangiz ham chopib olamiz. Shuning uchun yo'limizda uchragan daraxtni chopib olamiz. Mana tepasini chopib qo'yaylik, keyin pastini chopib qo'yamiz. Mashatlarni chopib qo'ysam, mashatga tekkizlab turib, mashatni bir zonda yaxshiroq narsa qilishga harakat qilaman. Albatta uning uchun daraxt chopyapman. O'shaning uchun meni do'stlar bu faqat daraxt chopadi deyvermanglar. Men bu nima o'zicha buzaryapti. Mana pishdi. O'ynashmagan katta bilan katta va qalqon bilan. Voy, yomon bo'pladimi? Hop. Bunday narsalar ham tushyapti, uzun daraxtlar bo'lgandan keyin. Endi chopamiz endi chopmasak bo'lmaydi, ko'ryapsizlar do'stlar. Chopmasak birinchi bo'lib o'zi Minecraftda hamma birinchi bo'lib kirganda daraxtdan boshlaydi ishini. Balki tosh qazib, toshdan asboblar yasaydi. Temir topsa temirda yasaydi. Ishqada hamma bu hayotda birinchi bo'lib Minecraftda shu narsalar qilinadi. Bu mani qonunim emas, bu Minecraft qonuni.
o'zi hayotda ham shunaqa-yu, hamma daraxtga borib qadalar. Masalan, qog'ozlarimiz ham daraxtda ishlab chiqariladi, to'g'rimi? Daraxt po'stidan ishlab chiqariladi. Boshqa narsalar ham, masalan, sizlar bir shu uyimizni ustullari, masalan, ustul bo'lmasa tomimizni yopolmaymiz, uylarimizni, to'g'rimi? Hamma o'sha shu daraxtga borib qadalar. O olmabek tushibdi. Hop. Hani ucu menetten başlap koysam ha. Şu da ahtiyar şeysiymiş. Maşur mene benim yaptığı şeysi. Yallah uçurup şu an. Hop. Çok bir şey yapıyor. Mana shu narsani o'sha kitob tufaylidir. Qancha vaqt bo'ladi ketdi. Masalan 15 minutda oshib ketsa bo'lmaydi. 15 minutdan Chunki menga 15 minut vaqt ajratiladi. Masalan, o'yindan boshqa men o'zimiz shaxsiy nimalarman bor, masalan, boshqa ishlarim bor. Faqat Minecraft o'ynasam, mana qilib to'g'ri o'zi bolasi yo'qolib ketdi. Hop, ana bo'ldi. Endi biz chopib qo'ydik. Endi bir kundan keyin kelib qaraymiz, bizlar ahvol qo'yganini va chopgan daraxtlarimizdan taxta yasab olamiz. Taxtadan qo'yamiz, toshdan bo'ladi. Toshni ham qanaqa qilamiz? Toshni bunaqa. O, jo'jalit. Mesela ben şu sandıkta koyup bu ne? Peki ip buruşta yerleşmek yapıyorsam bo'ldi. Endi hali qo'ng'i tushgani yo'q. Xo'p, do'stlar, vaqtimiz ham o'zini qo'yasiga yetdi. Xo'p. 1,5 minut vaqtimiz qoldi. 1,5 minut ichida men sizlarga nimalarni qilib men demak qo'nam. Masalan, bilib olinglar degan nazarda. Endi do'stlar, keyingi videoyu beğenib, Afsunkar Bek qayerda keldingiz endi? Siz qayerda keldingiz Afsunkar? Vay, o'ldirdi meni. Bo'ldi, qilicham bor ekan, yaxshi. Qilich bilan yo'q qilib tashlayman. 1 minut vaqtim qoldi, faqat tezroq. 50 sekund. Voy. Do'stlar, menimcha to'g'ri pauza qilib qani. Tezda hujum qilishni boshladi kuzatishga. Ya Alloh, o'zing saqlab qol. Qancha qoldi? Voy, ulgurmayman, o'laman. Öldüm. Voy. Bo'ldi. Hop do'stlar, mayli, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bo'pti do'stlar, yaxshi dam olinglar. Albatta kanalimizga obuna bo'ling.